شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, bugungi darsimiz Sura Baqaraninki 198 oyati. Alloh subhanahu va taolaninki Estaizu billah laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad-dallin degan oyat haqida to'xtalamiz. Oyatning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha tushuntirish bersak, ilgirki oyatlarda haj haqida, hajga tayyorlik qilish haqida, hajga bormoqchi bo'lgan har bir odamninki mayli o'zininki yemak, ichmak, kiyim-kechak jihatlardagi tayyorlik bo'lsin yoki eng muhim bo'lgan ma'naviy jihatdagi tayyorlik bo'lsin, bularga alohida tayyorlik qilish kerak ekanligi, haj qilish jarayonida hech qanday bir yomon gap so'z, qalaymaqon gap so'z, jinoyat, urush, jidal, talash qilmaslik kerak ekanligi haqida to'xtalgandan keyin, ya'ni hajning ba'zi muhim bir taraflarini bizga alohida eskartib, ba'zi nuqtalarni bizga ruxsat beryapti. Ya'ni haj qilgan vaqtida hamma odam yuqorida belgilangandek o'zining ishini qilsa, masalan bugungi kundek 1 million, 2 million odam bordigan vaqtida kishilarning xizmatini qiladigan odam bo'lmasa, balkim u yerdagi ba'zi tartiblar normal bo'lmasligi mumkin. Bu nuqtadan kishilarning o'zaro bir-birisiga hamkorlashib, kishilarning ehtiyojidan chiqish, kishilarga xizmat qilish degan bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bir bo'lak kishilarningki hojilarga xizmat qilishiga, ya'ni ma'lum xizmatlarni qilish orqali pul tepib, mayli boshqalarga mulozimat qilib pul topsin, mol opirib pul topsin, shu orqali kishilarning ehtiyojlarini qondirsin. Bununla Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda ruxsat qildi. Ya'ni laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah subhanahu wa ta'alaninki fazli marhamatidan izlab tijorat qilsanglar beritmasdan sizlarga gunoh yo'q. Fa iza afattu min arafat, sizlar Arafatdan qaytgan vaqtda ma boshqa oyatda mazmun jihatda sal turib hamma izohlaymiz. Fazkurulloha 'indal mash'aril haram. Mash'aril haramning qishida Alloh subhanahu va taolani aslanglar. Vazkuruhu kama hadakum. Sizlarni hidoyat qilganligi uchun, bu qadar to'g'ri yo'lga haj ibodatiga muyassar qilganligi uchun Allohni aslanglar. Va in kuntum min qablihi laminad-dallin. Sizlar ilgari ozg'unlarning qatoridan edinglar deb Alloh subhanahu va taolo xitob qilyapti. Endi shu oyati karimada birinchi oyatda laysa alaykum junahun an tabtaghu min fadlikum degan oyat karimada, ya'ni burunqi vaqtlarda islomiyatdan ilgari haj qilganlar mushrik holatdami, haj qilish uchun bo'lsa buni arabchada haj deb ataydi. Haj qilish uchun emas, tijorat qilish uchun bo'lsa uning ismi boshqa etdini arabchadagi daj deb ataydi. Ya tijorat uchun boratdi yoki haj uchun boratdi. Bu shaklda aytdi. Allah subhanahu va taolo ma oyat karimida bizga qolayliqlashtirib, bir odam hajga hozirlandi, hajga niyat qildi. Mushu safar fursatida ma'lum mol og'ach berib qana qildi, tijorat qildi, orliqlarda vaqt chiqarib
qaytqışı ticaret qildi. Ma'lum Allohninki rizqiga, fazli marhamatiga erishib, ma'lum puldan qaytib keldi. Buning nima yo'q, gunoh yo'q. Yoki u yerda o'zining qo'lidan keladigan bir mulozimat, bir hunar kasb bilan o'zining ma'lum ehtiyojatini yoki ma'lum pul topdi deyli, buningga hech qanday gunoh yo'q. Endi oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Antabtagu fadlan min rabbikumda fadlı degan söz qo'llanildi. Normalda mushu iqtisod tepish, pul tepish ishlarga Qur'oni Karimda rizq degan iborat ishlatildi. Arabchadagi rizq degan iborat. Ammo maya kelgan vaqtda fadlı degan iborat ishlatildi. Fadlini bayatni tarjima qilgan vaqtimizda fazli marhamati deb tarjima qildik. Ya'ni buning ne alohidaligi bor degan vaqtida hajning asosiy shartlaridan birisi maddi jihatda imkoniyati bo'lish. Bir odam haj qilmoqchi bo'lsa, oilasini normal baqaligidek mol-mulkini qo'yib, o'zimo qiynalib qolmoqdek oldingi darsdagi va tazawwadu degan oyatning ruhiga asosan o'ziga yetarlik berib, kaguchi yetarlik mol-mulk, yemak-ichmak, kiyim-kechakni billa elib olish, hozirlab olish degan bu buyruq bor. Demek hacninki, haj qilgan odamninki berib kaguchi o'zining ansirgidek holati yo'q. Endi hajga borgan vaqtida o'zining ehtiyojatini qamdash uchun tijorat qiladigan ish yo'q. Chunki haj qilmoqchi bo'lgan odamga qo'yilgan talab shuki, o'zining ehtiyojiga yetarlik narsani elib olish. Endi u yerda qiladigan kasb yoki topmoqchi bo'lgan pul esa o'zining ehtiyojatidan oshgan qismi bo'ladi. Ya'ni ortiqcha bo'ladi. Fadlan min robbikum degandagi fadlini fazli marhamat deb tarjima qildik. Ya'ni ma'no jihatda o'zining ehtiyojidan sirt Allohning bergan ne'matini topsanglar gunoh yo'q degan bo'ladi. Ya'ni ma'noqdini qo'llash kerak mayada. Ya'ni bu yerdan inchki bir nuqtani yana bir qarasak, endi ehtiyoji bor odam yemak-ichmakka. Nurg'un ishlarda zo'rig'i besib bir ishlarni qiladi. Masalan, ba'zi savdolarda ham boshqalardan zo'lab ortiq foydalanadigan bir xil ahvol bo'ldi. Meyda bizga demakchiki bu oladigan foydan, tijorat qilib oladigan foydan sening normal hozirgi ehtiyojingdan sirt ortiq oladigan foydan. Chunki sening ehtiyojingdan qandoqdek narsa bor. Yani sen pul to'plash shaklda pul topyapsan. Bunda bo'lgandan keyin xuddi hojilarning ashadagi ba'zi ishlarga ehtiyojliq bir holatidan foydalanib, buni suiiste'mol qilib, sen ularni qo'rt-so'qti qiladigan ishlarni qilma degandek bir xil ishorat chiqishi mumkin. Chunki sen topmoqchi bo'lganing fadlan min robbikum. Ya'ni ehtiyojingdan ortiq bo'lgan Allohning senga beradigan ortiq fazli marhamat rizqi. Bu şekilde yani. Endi undan başqa oyatning oxiridagi min robbikum degan so'zning qo'shilishi, Robbinglardan kelgan fazli marhamat deyishi. Chunki inson mayli qanchalik vositalarni qo'llanib, qanchalik bilim sarf qilib, qanchalik tirishib pul topsin. Mayli o pul tapqan mal mülki, onun ehtiyacatını qamdaydigan bo'lsin, ehtiyojidan ortiq bo'lsin. Buningki Alloh subhanahu va taolo din bo'ladiganligini, sen qanchalik sabab ishlatib ket, qanchalik pamparasatli bo'lib ket, ya'ni buning Allohninki sana berishidan keladiganligini insonga eslatish uchun, ya'ni sening haddingdan oshmasliging, ma'noqtini unutib qolmasliging uchun Alloh subhanahu va taolo min robbikum degan iboratni qanday qilyapti, aklayapti. Undan keyin oyatning oxirida yana o masala oyoqlashdi. Fa iza afattum min arafat fazkurulloha indal mash'aril harom. Oyatdagi men tarjima qilgan vaqtda Arafatdan qaytgan vaqtinglarda deb tarjima qildim. Yani so'zni tushundirish to'g'ri keladi garchi arabchani bilisizlar yoki bilmaydigan qarindoshlarimiz bor. Afada, yani afattum degan asli lug'at ma'noda bir qachiga suyuq bir narsa quysa, qachi tushib, to'kilib ketgan ma'noda. Yani oyatda demakchiki, haj mavsumidagi Arafatga borgan, Arafatga kelgan ko'rinishlarni bir xil
odam bilan to'shib ketgan odam dengizi sifatida qanday qilyapti tasvirlayapti. Odam dengizi sifatida qanday tasvirlayapti. Ya'ni shu biz haj faoliyatini qiladigan shu tog'lar, mayli Mina, mayli Muzdalifa yoki Arafat olsun, xuddi bir qachiga suv quyib, teshib, toshqan qachidan suv tushgandek bir xil holatni tasvirlab turib, sizlar mana bir holat turibsizlar. Yani insanların şu vaqtidagi kishi, hojilarning şu vaqtidagi umumiy holatini tasvirlab, şu vaqtni qaytgan vaqtinglarda degan shaklda qana qiladi, ifoda qo'llandi Alloh subhanahu va taolo. Amaliyotda hajga borganlar bu ko'rinishlarni obdan biladi. Mayli Minadan Arafatga mangan ko'rinish olsun, piyoda, uloqliq masalan, yoki Arafatdan Muzdalifaga qaytgan ko'rinishlar olsun. Yoki taş atıdığan o'ringa borgan, u yerdan kelgan, haramdan ketgan, Minaga chiqqan mushu ko'rinishlar olsun. Odam dengizi, liqlam, yo'l, taqjilg'ilari, tikilgan chedirlar, faoliyat, duo ibodatlar bo'layotganlar, tash etish uchun berib qaytayotganlar bir xil odam dengizi holatida. Endi hojilarningki ashadagi o'rnida ikki qatimliq bir qaytish bor. Bir qitimliq qaytish shu. Arafatdan Muzdalifaga qaytgan qaytish. Yana bir qaytish keyingi oyatda 199 oyatda tilga olingan summa afidu min haythu afadan nas wastagfirullah innalloha g'afurur rahimdagi qaytish. Ya'ni Arafatdan bir qaytish, yana bir qatim kishilar qaytgan yerni qaytinglar degan, ya'ni Muzdalifaga kelib yerni qayting degandagi qaytish bo'ladi. Andagin oyatning o'zidagi Arafat degan so'z arab tilida Arafat degan shaklda, Arafa degan shaklda qo'llanadi. Arabchada birisi birlik shaklda, birisi ko'plik shaklda. Lug'at ma'nosini surishtir qilsak, agar bir normal ism deb qaralsa, lug'at so'zining o'zining ma'nosini demasak bo'ladi. Ammo ism deb qaralmay, asli sifat yoki ma'lum bir ma'noga ega so'z keyin o'tkazilib ishlatilgan deyilsa, aslidagi so'zning ma'nosi bilish, tunish, to'nimoq degandek bir ma'no bo'ladi. Arafat haj mavsumidagi bir tog'ning ismi, Arafat tog'ining ismi, ya'ni o'sha rahmat tog'i deb bir tog' bor. Kishilar ko'pincha haj qildiganlar shu haj vaqtida shu rahmat tog'iga Rasulullah hajjul vidoda tug'an cho'ng Quram tashining qishlik rahmat tog'iga chiqmasa, haj qilmagandek u yerga chiqish hajning faoliyatlaridan birisi ikkidek bir xil tuyg'u bor. Bu bir xato tuyg'u. Amaliyotda Arafatda turish tog'da emas, shu jilg'ida bo'ladi, jilg'ida. Ammo uning qishdagi tog' shu Arafat tog'i shu. Turish tog'ning u tog'ning ustida emas, ya'ni rahmat tog'imi deb qo'y, u tog'ning ustida emas, ammo Arafat jilg'isida. Ammo Arafatning asli mushu xil so'zda qo'llanishi buning asli ma'nosiningki tunish ma'nosida bo'lish haqida bir qancha xil nimasi bor, so'zlar bor. Arablarning bir odati bor. Birovlarga o'sha ma'noli ismlarni qo'yib qo'ydi arablar. Masalan, ba'zilarni masalan qaramtul masalan kishilarni chiroyli qo'ysin degandek qamar deb ism qo'yib qo'ydigan. Masalan, demakchi o'qidim, ya'ni arablar ism qo'yishda bir ma'noni o'ylab qo'yib qo'ydi. Masalan, baxtli bo'lsin deb Said deb ism qo'yib qo'ydi. Bizning Uyg'ur tilida burungi zamonlarda ba'zi munosabatlar bilan Qurban hayitda tug'ilsa Qurban, ro'za hayitda tug'ilsa ro'za degandek arablardan mushta odat bor. Bu nuqtadan masalan arablar bolalarim nima bo'lsin, qahramon bo'lsin, botir bo'lsin deb hatto kalb, it degan ismni bolalarga qo'yib qo'ygan bir ahvollari bor. Tog' masalan bolalarga sahr degandek, masalan tosh degandek, boshqa ismni qo'yib qo'ydimdi. Endi endi shu Arafatni shu nuqtadan, ashta bir ma'nolari bormi-du degan nuqtadan bu haqda kelgan bir qancha xil rivoyatlar bor. Har holda bir anglab o'tib kutib qo'yishga arziydi, ammo bizga nisbatan bak muhim emas. Ba'zi kelgan asarlarda Havo alayhissalom bilan Odam alayhissalatu vassalam zamonga tushgan vaqtda uchrashgan, birisi bilan qana qilgan tunishqa, ya'ni nima Arafat degandek bir xil tasvirlaydiganlar va buni har xil munosabatlar bilan, chunki Odam alayhissalom zamonga tushgan vaqtda o'zining yolg'izligidan qattiq qana qilgan,
bir xil havani sığınğan, qattiq bir xil ishtiyoq chekkan, uni kurashgan, cho'ng bu yerda inson bir xil Alloh bilan munojotlashga qattiq ishtiyoq chekadi degandek gaplar va biz buni bir ma'lumot haqidagi bir so'z sifatida o'tib ketamiz endi bu yerdan. Yani ondan başka fikirler desek, İbrahim Aleyhissalatu vesselam tushida o'g'lini bo'g'izlab tushidi. Hamda bugun kecha o'g'lini bo'g'izlab qurbonlik qilib, tushab bo'g'icha ertasi chiqib bo'g'izlatmaydi. Bu bir dadaning hissiyotini o'ylagan vaqtimizda bu bir qiyin ish. Yani o'ylandimdi bu haqda, bu bir tushmidi yoki vahimidi, unisiga birdan bir o'g'li onu tek kelgan buyruq bo'g'izlash masalan. Bu bir qancha insonni qisaydigan bir ish hamda. Tabiiyki, bunday chiqib lekanda mana kechadinsini bo'g'izlab tushganda chiqib o'tadigan ish yo'q bu. O'ylanadi bu haqda. Ras Alloh meni qurbonlik qilishga qanday qilatamdi? Buyuryaptamdi. Bu vahimidi degandek bir xil ikkilinishli bo'ludi bu yerda. Allohning buyruqni ijro qilish qilmaslikda ikkilinish emas, ammo Allohning buyruqimi emasmi degan nuqtadagi bir ikkilinish hamda. Shunga Arafat kunining oldingi kuni esa yom tarvih deb yana shu xil shaklda o'ylanish bir xil degandek atalgan. Undan keyin İbrahim Aleyhissalatu vesselam bu ko'rgan tushuningki haq vahiy ekanligini tunib yetgan vaqtida icra qilishga mangan, yani o'zining ko'rgan tushuning haqiqiy vahiy ekanligini tunigan joy, tunish, bilish degan ma'noda emasmi? Arafat deb atalgan degandek so'zlarmi bor. Andan keyin ba'zi bolasini bo'g'izlayman deb kelgan vaqtida shayton bu vasvasini qiladigan fursatni qo'ldan bermadi. Chunki shayton Alloh subhanahu va taoloning oldida shuna qasam qilganki, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Her birini qanaqa qilma ozdurma, to'g'ri yo'lda mang'ini qo'ymayman degan ma'noda sura Araf'ningki 16-oyatida degan yeri o'g'achqa. Shu asosda yana shu Ibrohim alayhisolamning oldiga vasvasa qilib turgandimi? Shayton Ibrohim alayhisolatu vasallamga vasvasa qilgan vaqtda birinchi qatim 7 tash bilan atdi, ikkinchi qatim 7 atdi, uchinchi qatim 7 atdi, undan keyin qanaqamidi kamidi. Shundan keyin İbrahim alayhissalom endi shayton kep qolmasin deb yugurib mangan bir yerlar bor buni Muzdalifada. Asli Muzdalifa lug'at ma'noda yugurib mangadigan joy degan ma'noda keladi ekan. Bu bir xil qarash hamda Arafat deb atilishi, Muzdalifaning Muzdalifa deb atilishi haqida kelgan bir so'z, ya'ni asarlar. Yani bunda desak Cibril alayhissalatu vesselam İbrahim Aleyhisselam'a bütün hac faaliyetlerini müşahede ügetken Arafat'ta deydi. İbrahim Aleyhisselam hac faaliyetlerini müşahede qanaqılgan ügengen deydi. Demek hem de ya anındak, ya mandak buluşu mümkün. Bu bir malumatımızı kengaytiş için anlavasak bulur. Ama mühim bu oğunu ayette Arafat'ın فَاِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Meş'arul Haram degeni şu Muzdalifani demekçi. Yani sizler Arafat'tan qaytib Muzdalifada turgan vaqtda Allah subhanahu va taolani aslanma. Yani ibadetini Allah qulay qilib berdi. Emin holatda bu yerga keldi, Beytullahga hac qilish fursatini berdi. Sizler bu hajdan gunohingni kechirilgan holatda qanday qilasizlar? Qaytsizlar. Demak, mushunchalar ne'mat kirishgan bo'lg'achqa Fazkurullah, Allah'na qanday qilinglar, aslanglar. Vazkuruhu kama hadakum. Hadi sizlarni hidoyat qilganlik uchun degan nuqtada biz ilgirki tafsir darslarimizda jiq to'xtaldik bu haqda. İnson xatolik o'tkazganlik uchun zaminda ma'lum imtihon jarayonini o'tkazish uchun keldi. Aslında insan cennette bir qatim Allah subhanahu va taologa asi yo'p kelgan bo'lg'achqa, avatmismi Allah subhanahu va taolodan ag'rinamaymiz. Biz maxluqlar sifatimiz bilan. Ammo Allah bizga marhamat qilib, ma yo'ldan mushu imtihon maydonidan sog'-salomat chiqolmasak, do'zaxga mahkum bo'lamiz. Sog'-salomat chiqsak, asli makonimiz bo'lgan jannatga qaytamiz. Mushu yo'ldan sog'-salomat o'tib olsin bandalarim degan asosda bizga payg'ambarlarni, kitoblarni avatish orqali bizni to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Ham uning ustiga bizga shu to'g'ri yo'lni tanlash ixtiyorini o'zimizga berdi. Xalab tanlaymiz. Allah bizni tanlashga muyassar qildi. Mana bu nuqtalarning hammasi amaliyotda o'ylig'ida tegsa, inson shukr qilishga tegishli ajoyib bir ish.
Agar Allah hidoyat qilmasaydi, inson to'g'ri yo'lni asla topolmasdi. Shunga ma'noda sizlarni Allah hidoyat qilganlik uchun Allohni aslanglar deb shukrona yuzidan, shukr qilish, minnatdorlik bildirish yuzidan bunda qilyotdi. Undan keyingi oyatda va in kuntum min qablihi laminad-dallin. Vaqtda qo'ydi. Gerçi sizlar bundan burunqi İslamiyatdan ilgirki haj qilish jarayonining oldida nurg'un qitim ozg'unlar haj qilgan bu yerda. Haj qilisizlar, ammo qilishlarning hammasi nima? Xato. Ammo bugun mana hozir haj qilyapsizlar, to'g'ri yo'l bilan qanday qilyapsizlar? Haj qilyapsizlar. Buning uchun Alloh subhanahu va taologa shukr aytinglar. Summa afidu min haythu afada an-nas. Summa degan so'z arab tilida. İlgirki oyat ayaqlashib 198 oyat, 199 oyatga kelsak, summa afidu min haythu afada an-nas. Bayatın Arafat'tan qaysanglar deganda, hamda summa degan so'z ishlatdi. Summa degan odatda ma'lum vaqt o'tgandan keyingi vaqtni ko'rsatdi. Sizlar oyatni qaytib, oyat Allohni aslab bo'lgandan keyin ma'lum vaqt o'tdi. Muzdalifada bir kecha qo'nudi masalan. Andan keyin afidu min haythu afada an-nas. Ya'ni Muzdalifada cho'qim qaytish kerak, qo'nish kerak. Amishada bir gap bor. Arafatdan qaytgandan keyin Qurayshlarda menda bir ideya bor. Qurayshlarda menda bir ideya. Biz ahli haram deydi. Ahli haram bo'lg'achqa biz Arafatga bormasak bo'ladi deydi. Arafatga bormasak bo'ladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo kishilarning hammasi hajda o'xshash qilsin deydi. Quraysh biz degan haramning sohiblari. Biz haq bag'ayaning hammaga bormasak bo'ldi. Biz shunda qaytib ketsak bo'ldi. Ya'ni Arafatga bormaymiz deydigan bir idea so'g'achqa Alloh subhanahu va taolo yo'q. Kishilar bag'ayaning hammasiga qana qilasizlar, borsizlar. Kishilar Arafatga bordi, Arafatga borsizlar. Arafatdan Muzdalifaga qaytdi, sizlar Muzdalifaga qaytib, kishilarga o'xshash tursizlar. Ya'ni o'xshash haj qilasizlar. Hatto Rasululloh shu hajjatul vidoda kullukum banu Adam, hammanglar Adamning bolalari va Adamu xuliqa min turab. Adam to'pidan yaratilgan tuproqdan. Ya madadil bilan faxr qilib, o'zimiz paloni, pukuni bizgan Quraysh yoki biz degan pukuni jamiyatdan biz munda qilsak, unda qilsak degan adam to'xtab qolsin. Rasululloh so'zi yoki Alloh subhanahu va taolaning oldida bu insonlar kichik hasharotlardan o'tgan insonlar bu. Ma şekilde insanların oturduğunu Resulullah beraber kılgan hacetli vidatta. Allah subhanahu wa ta'ala del muşu noktini ihbatle, beraberlikini ihbatle. Summa afidu min haythu afada an-nas. Hiç kana fark yok. Meyli Quraysh olanlar yoki boshqalar olanlar haj faoliyatida boshqalar qanday qilsa, shunday qilasizlar. Endi bu biz ma oyatini oladigan tushunch bu. Ba'zi mufassirlar bu yerda afidu min haythu afada an-nas degandan kishilar qaytinglar degani o xil ma'no emas, balki an-nas kishilar deb tarjima qilgan so'zdan İbrahim alayhissalom maqsad. Chunki arab tilining ashar yerlari bor. Ba'zi cho'nroq kishilar, unda to'pisi cho'ng, tarixda cho'ng ishni qilgan kishilarni bunda bir millat sifatida tilga oladi. Top sifatida tilga oladi. İbrahim alayhissalom garchi bir yolg'iz bo'lsa-mu, boshqa oyatlardan boya İbrahim bir ummat deb İbrahim bir ummet deb tilqaladı Qur'on. Mayadımı an-nasdan maqsad İbrahim alayhissalom maqsad. Yani Allah subhanahu va taolo bu yerda demakchi ki İbrahim alayhissalom haj qilishning tunji qadamini olgan zot. Allah subhanahu va taolo İbrahim alayhissalomga haj qilishning tartiblarini o'rgatgan. İbrahim alayhissalomning millati deymiz-ku. Shu bo'yicha, ya'ni İbrahim alayhissalomga Allah subhanahu va taolo qanday o'rgatgan bo'lsa, sizlar shu shaklda qilasizlar. Ya'ni butun din Allohga oid. Mayli İbrahim alayhissalom aytgan din olsun yoki Muhammad alayhissalom aytgan din olsun, hammasining sohibi nima? Alloh degan shaklda bir xil haj ta'limoti bu degandek tushunganlarmi ham bor. Demak, endi bugungi oyatning oxirida astag'firulloh innallohu g'afurur rahim, Allohdan mag'firat talab qilinglar. Allah subhanahu va taolo mag'firat qiluvchi, ya'ni Allah subhanahu va taolo mag'firat talab qilinglar deganning tahtida Allohning haq-huquqlariga sizlar rioya qilinglar. Allah subhanahu va taolo sizlarning haq-huquqinglarga rioya qiladi. Chunki Allah insonlarning xoliqi, bandilarini buyurdi, buyurgan har ishida hikmat va
sizlar ijro qilyapsizlar. Hatto hozir mushu oyatda sizlarni o'zidan mag'firat talab qilishga buyuryapti. Mag'firat talab qilinglar, sizlarning gunohinglar shu orqali mag'firat bo'lsin degan shaklda darsni oxirlashtiramiz. Inshaalloh kelar soatlik darsimizda biz 200-oyatni o'qiymiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.